Koreyskiy biznes klass mana bu nomi bilan boshlanadi, bilasizlar-ku. Butun dunyoda taniqli bo'lgan, vazirlarga, prezidentlarga ham xizmatda yurgan. Paytida $90,000 turgan. Hozir $17,900 olishinglar mumkin. Bugun sotuvimizda Hyundai Genesis eng fulloviy komplektatsiyada. Kuzov состояние просто ideal. 2013-yil dvigatel esa 308 litrli, 330 ot kuchli, sredniy расход 10 litrdan 15 litrgacha, razgoni esa 100 kilometrgacha 6,5-7 sekund ichida. Juda ko'p sedanda, lyuks klassida bagajni kichkinaroq bo'ladi. Sababi основной upor saloniga berilgan. Lekin bu avtomobilimizda semeyniy qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Juda ham объемный bo'ladi bagaj. Endi yuringlar, har doimdek salonini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Salonimiz kombinirованный korичневый вставкалari bilan, bitta pardalari regulirovkalar, klimat kontrol regulirovka, multimedia, podogrev, oldi sideniya ham mana shu upravleniyada полный oldiga oxirigacha surishinglar mumkin. Черный кожаный salon, потолок белый родной oq rangida, отдельный deflektorlar ham qo'yilgan va общий состояниеga ahamiyat berishinglar mumkin. Обязательно oldi qatorini ham ko'rsatamiz. Yana aytibman, состояниеga yaxshilab ahamiyat beringlar, torpedkalariga. Заводской штатный multimedia monitor, akustikaya sistema Lexicon turadi. Pnevmopodveskada avtomobil fulloviy bo'lganligi uchun multirul, optitronli tablo, o'sha payti hamma kerakli navorotlar bo'lgan bu avtomobilimizda sport rejimigacha avtomat tiptroniklari ham mavjud. Avtomobilimiz состояние bo'yicha umuman uyaltirmaydi. Kelinglar, ko'ringlar, narxini bildinglar, yaxshilab hisob-kitobinglar qilib, ustanglar bilan maslahatlashib bosib yuboringlar.